Uyingizda un va pishloq topilsa, demak siz ham sirli pide qila olasiz, ham xachapuri. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi sirli pide, ya'ni un, shakar, tuz, dro'jji, o'simlik yog'i va iliq suv. Hammasini video ostida yozib qoldiraman. Xamir qilamiz va tindirishga 10 daqiqaga olib qo'yamiz xolos. Vaqt sinovidan o'tgan Pure Milky'ning mazali pishloqlari. Manda Gouda va Samarqand sirlari. Cho'rkadan o'tkazamiz, xamirimizni yoyamiz, pishloq sepamiz va duxovkaga pishirishga yuboramiz. Asal ustidan qo'yamiz, issiqligida yeymiz. Bu juda ham mazali. Mazasi esa albatta sifatli pishloqqa bog'liq. Xachapuri retsepti uchun biokefir, yangilik va immunitet manbai. Unga soda solamiz, aralashtiramiz, ko'pirgandan so'ng tuz va un solib yumshoq xamir qoramiz. Xamirimizni 4 bo'lakka bo'lamiz, o'rtasiga to'ldirib pishloq solib, yana zuvali shaklini beramiz. 5 daqiqa tindirganimizdan so'ng yoyamiz, yupqaroq qilib yoying. Hech qanday yog'da emas, shunchaki tovada qizartirib qovuramiz. Ishib chiqishini qarang, qanaqa mazali, issiqligida ustiga sal yog' suramiz. Ikkita retsept teppa-tekinga, foydali, mazali va bor narsalardan. Yoqimli ishtaha.